Assalomu alaykum. Ustoz, kirishga mumkinmi? Ustoz, diplom olib ketgan keluvdim. Diplom olish uchun o'qish kerak edi, Xayrullayeva. O'qib keling, keyin gaplashamiz. Alo. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Yaxshi. Muammo bor edi. Gaplashib olishimiz kerak. Xo'p, O'qishdaman. O'qishga kela olasizmi? hozir boraman. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, nimaga? Charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat. O'zingda qanday? Nima kayfiyating? Yuring aka, bu yerda turmaylik. Yaxshi. Chunki siz yordamingiz kerak aka. Xo'p, nima problema bo'lyapti? Diplomimni ololmayman. Shunga yordam kerak. Shumi problema? Hal bo'ladigan problema-ku, bu juda qiyin narsa emas. Shu yetadimi? Yetib qolsa kerak. Mayli, unda ishlaring bitta, kechga gaplashamiz. Mayli aka, gaplashamiz. Xo'pmi? Unda diplom ishimni hal qilib bera olasizmi? Eplasa bo'ladi. Boshliq, mana bu ro'yxatdagi talabalarning diplomini hal qilishimiz kerak. Xo'sh. Nima bu? Ol yo'qot. Ertaga ishdan bo'shash haqida arizangiz stolning ustida tursin.